Yaxshi qiz, sizda bir umrga mumkinmi? Obod aka, nomerimni siz qaydan oldingiz? Yuragim og'rib doktorga borgandim. Davo deb sizning nomeringizni berib yubordi. Adashibdi. Men yurakka davo emas, boshqa baloman. Boshingiz aylanib qolmasin yana. Boshim aylansa ko'zlarimni yumaman. Nimaga? Seni ko'rmoqlik uchun. Endi bir hafta meni o'ylab yuradi. Kichkina shahzodam, hali ham arazlayapsizmi? Sevgi deganlar o'zi azobga to'la ekan. Meni kechirishingiz uchun nima qilay? Sen topa men sizga 8600 11 72 73 86 43 16 marta aytganman. Meni sevgimni sotib ololmaysiz? 10 million ketdi aşkım. Ha, yo'q, sevgim sotilmagan bilan, lekin tanishlarga arendaga beriladi sen topa. Ha, sen topa ammam qilyapti. Ha, shahlochka. Duvalog'im, bugun nima ovqat pishirib bervaring? Yo'q, boshqa berma, shahlochka. Voy, nimaga? O'zing yuragimni band etganing yetmaganday ovqatlaring oshqozonimni zabt etyapti. Voy, to'polonchi, qo'rqitvordingiz-ku. Men g'olibman, buyuk lashkarman. Bosib oldim sevgi shahrini. Ko'zlaringni yum. Yumdim. Nimani ko'ryapsan? Qorong'ulikni. Bu meni sensizlikdagi hayotimni ko'rinishi. Voy, bo'g'irsin. Mendichanlar o'zi hisob bermasa odam bo'lishimiz judalar qiyin. Laqqa baliq beraveribsan-ku? Tushunmadim, ajdaniyaga tushdimmi? Qo'rqma Ra'no. Onam mendek burgutni qanaqadir tovuqlar uchun tug'magan. Nima gap bunda? Yana shu katinam o'g'irlashib qopti. Voy, uzr optaki, men bilmagandim. Nima yordam bera olaman? Qo'yver, shu 7 million kerak-da. O'tib ketgan katinam 8-marta kasal bo'lish. To'lina o'qimasam bo'ldi edi. Bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Yo'q, kerak emas Ra'no. Hayotimga kirgizding kim ma'no? Bolam senga mahallani boshidagi shafoatni to'g'irlab qo'ydim. Yo'q, bo'lmaydi, u telefon ishlatadi. Bo'lmasam orqa mahalladagi masturaga nima deysan? Yo'q, u ham bo'lmaydi, Instagramga kiradi. Qanaqa qizga uylanasan o'zi bola? Shu onasi o'ppaganiga videochani vagon qizlar bilan gaplashish, yana uylanayotgan paytda xuddi o'zi osmondagi oyda hech kim bilan gaplashmagan qizni xohlaydigan toza aploslarga jo'natamiz.